Aziz kanal kuzatuvchilari, siz bilan birgalikda bugun y barobar kx funksiyasining grafikini chizishni o'rganamiz. Xo'sh, demak, qanday qilib chizamiz? Demak, y barobar x va y barobar minus x funksiyalarining grafiklarini chizamiz. Xo'sh, diqqat koordinatalar sistemasini chizamiz. Xo'sh, demak, y barobar x funksiyasining grafigi, ya'ni k-si 1 ga teng, o'rtada, ya'ni birinchi va uchinchi chorak bissektrissiyasidan o'tadi va o'rtadan o'tadi. Buning grafigi birinchi va uchinchi chorakda bo'ladi. Y barobar minus x funksiyasining grafigi, bu ham ikkinchi va to'rtinchi chorak bissektrissiyasi bo'lib, mana shu choraklarning o'rtasidan bissektrissiya vazifasini bajaradi, o'tadi va ikkinchi va to'rtinchi chorakdan o'tar ekan. Agar bu funksiyalarning oldidagi sonlari, ya'ni k 1 emas, boshqa son bo'lganda grafik qanday ko'rinishga egallaydi? Masalan, biz keling, y barobar 3x ning grafikini chizadigan bo'lsak yoki y barobar minus 3x ning grafikini chizadigan bo'lsak, xo'sh, qanday holat paydo bo'ladi? Y barobar 3x, y barobar 3x. Demak, azizlar, mana bu yerdagi son, ya'ni x oldidagi sonning moduli kattalashgan sari funksiya grafigi y o'qiga yaqinlashar ekan. Buning grafik mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu y barobar 3x ning grafigi. Va eng asosiy masala, grafik birinchi va uchinchi chorakdan o'tishni davom etadi. Y barobar minus 3x ning grafikini chizadigan bo'lsak, demak, bu sonning moduli kattalashgan sari o'sha grafigi y o'qiga yaqinlashadi. Buning grafik bunday ko'rinishda bo'ladi. Va eng asosiy masala, funksiya grafigi ikkinchi va to'rtinchi chorakdan o'tishda davom etadi. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli misollarni, oson yechish yo'llarini kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.